Xitoy bugun cho'ng qirg'inni rasmiy boshlab, Uyg'urumning ko'zlari yoshlab qoldi. G'ururini qonlar bilan yuyib paklab, iymonliqlar jangga qadam tashlab qoldi. Mal'un Xitoy tugitalmay seni chanab, turmularga nohaq tashlab, sotlab qoldi. İmanыңni, vicdanыңni yurgin axlab, sende faqat dodil qasam kamlab qoldi. Bu vahshilik, yovuzlikni dunyo anglab, manfaatlar g'olib keldi, to'xtab qoldi. Yurivergin o'z yo'lingga haqni yo'qlab, fursat bizni manzillarga boshlab qoldi. Ana til Abduli Tursun. Uyghur tilim can tilim, ecdadımның murası. Her bir sözde namayen fasahatның julası. Şunu deymen maqtanıp, uluğlar sıması. Uyg'urning tarihi, örüp adet bayrıqı, ecdatlarning yarlıqı, pütmez eqil baylıqı. Xalqımның barlıqı, dərtlərinin davası. Bolsa tilning bəygisi, utuqning bəlgisi, milletimning nişani, avlodlarning kelgusi. Xalqımның sevgisi, xoşallıqı, navası. Onun bilan mehirning, eqilləri tutuşar, tilsimatning sehirning, qulubları ecilar. Miskin köngül Uyg'urning ana tilim davası. Ana tilim, can tilim, sana mabdun bu dilim. Seni söyüş, qadirlaş mening burcum hem ahdim. Çünkü sensiz yanramaz Uyg'urumning sadasi. Ana til Abduri Sarvi. Qashqariya tilisan, Haqaniya tilisan, Xas Hacib ve Mahmudning qalamining kuchisan. Navoiyga lirika baxsh etgan güzel til, Uyg'urumning yiqilmas g'ururining o'lisan. Oğuzxonni seningda pütüp qo'ygan ejdadim, Dadi Qo'rqut seningda bo'lgan mening xon tajim. Altun yarıq ichida pasahiting parlaydu, qog'allarning tilisan, guvoh mengü taşlarım. Tangir qutla seningda hüküm bergan aziz til, pir jengimu seningda g'azal etgan güzel til. Barcha tillar chekinar pasahiting oldida, sana qo'lni bog'laydu, boshni egib tügel til. Qarg'u shoir seningdan ko'rmidimu jahonni, Attabutul haqayiq bo'lib qoldi yadikari. Yignagiga ko'z bo'lgan xasiyatlik ana til, deyman o'zing aslida barcha tilning sardori. Bilgan Mahmud o'zingni til bayligi koni deb, bilgan seni xas hajib aqllarning joni deb, turki tillar divani yoki qutadg'u bilik isbot etar dunyoga seni tillar xoni deb. Navoiymu ten bəgən sihirlinib cildandın, iqrarni şairning körgün çahar divandın. Xamisaning şöhreti sana məngü qarızlar, qalemiga rang alğaç şair baqat seningdin. Kök Türk və Orxunçun tamgıdarım ana til, yarlıq bergen jahanğa hükümdarım ana til. Haqqaniya və yaki iduqutning bağrıda dаңқы кеткен жаһанға шәрәп жаным ана тил. Тәкліміқан Тәңіртақ, Или Алтай вә тарым, шәһидана Хотан һәм әзизана Қашқарым, тупрағыда етілген әр бір ұйғыр атлықның томырыда күвәжіп аққан қызыл қан телім. Qara qaşlıq, qo'y ko'zlik Uyg'urim chin sham dilim, qalb to'ri betida tojdor mangu xon tilim. Ey ona til ejdadim, murosisan tavarruk, bir jon emas tasadduq bo'lsin manglab jon tilim. Tug'ilgan kunim. Kunduzay Hamid. Tug'ilgan kunim əslitar tarix. Bəzilərə birib ləzzət təm.
və bəzilər bozlab tolğunub, xatırları tolğan azab gəm. Toğuldum mən tarım türmüdə, 6 aylıq tepik dəstidin. Hayat Mamad iskəncisidə, halqıdım mən qanç pəsildim. Sır tutuldu tuğulğan günüm, aşkarlamay Aksu tarımni. Qadinaslar yığılar yürektin, her körgende quyosh kunduzini. Tuğulğan kun ötküsü dostlar, ming sualni tug'atdi hislar. Atam tartqan achchiq kashmishni yo'shiratdi her altın başlar. Atam dedi iki büyük zat, eslitter haman tuğum küllerini. Biri nava qilgan jahonga, biri o'ygan deydi uyg'unni. Tushengende atam sözünü, Navaining urgan xandini, Uyg'urimning ochil marshini, o'yga patdim eslab şehitni. Keyin bildim tuğum kun degan, kelmiş bir can başlanış iken, qimmat bergen hayatqa hem nur, vataniga xizmat töhpiken. Tuğulğan günüm özümdün başlay. Qerindaşqa xizmat qilishdim. Her qerindaş birlashsa chiqar, hurlik izlab Uyg'ur xo'rliqdim. Tuğulğan kunlar o'tdi talay yil. Su içmedi sunuq bu dilim. Her Uyg'urdek ister bu ko'ngil, vatan uchun kuysi bu canım. Eğer men rais cumhur bolsam, Sharqiy Turkistonni xalqaro qonun orqali adolat bilan boshqaratdim. Yüzlab universitet ve başka yeni yüzlab oliy texnikum maktablarni ochatdim. Yaslidin universitetgacha balalar, o'smirlar, yoshlar pul to'lamayla tarbiyalanadi. Çünkü ular kelgusi vatan taraqqiyot qurilishining sarxillari bo'ladi. Butkul doktorxonalar, dorixonalar, shifoxonalar haq almasdan xalqqa eng yaxshi mulozimatni yo'lga qo'yadi. Vatanimizga tajovuz qilib kirib barliq Xitoylarni qo'g'lab chiqaratdim. 18 yoshga to'shgan barliq o'g'il qizlarni harbiy majburiyat ado qilishga chaqiratdim. Davlat g'azinasidagi boyliqning 10dan 20%gacha sarf qilib, eng kuchli armiya qurish va armiyani aviamatka, raketa, ig'ir tipli qurollar qatorliqlar bilan qurollangan eng ilg'or davlat mudofaasi barpo qilishga ishlatdim. Minglab, 10 minglab dangliq shirkatlar qurib, mashhur direktorlar, liderlar hem milyonlagan dangliq markalik tovarlarni dunyo bozorlarida chaqnatatdim. Barliq amallar bilan iqtisodni gullandiratdim. Her soha va kasblarda xizmat ishlayoladigan qobiliyatli kishilarni xizmatga qo'yatdim. Hem eng yuqori maosh ta'minoti beratdim. Hamma cho'ng shaharlarda, hatto yezi qishloqlardami eng zamonaviy maktablar, yaslilar, bog'chilar, masjidlar, shifoxonalar barpo qilatdim. Uyg'urcha va inglizcha ko'k ranglik pasport va kimlik lohiyalab butkul sharqiy turkistonliklarga haqsiz tarqatatdim. Uyg'ur til yezig'ida kitob, jurnallar, TV, radio, tor va boshqa medialarni jonlantiratdim.
başqa har millat xalqining til yeziq erkinligiga muvofiq o'rin erkinlik beratdim. Türmelardagi barliq begunoh odamlarni ozod qilatdim. Kuchlik qonun tuzab, har qanday insonning diniy e'tiqod erkinligi, so'z fikr erkinligi, urf-odat erkinligi, nikoh oila o'ltiraqlashish erkinligi, yeziq nashriyat, media erkinligini qonun bilan qo'g'daydim. Yosh qiz-yigitlarni xalqaro sayohat, haj, umra va diplomatik uchrashishlarga ko'plab tashkillaydim. Bütün chiqimni davlatdan ko'taratdim. Ularning oila qurib, ko'p balliq bo'lishiga, nopusning tabiiy ko'payishiga qonun bilan kafolat beratdim. Ko'plab to'g'raqliq, gulzarliq, bog'chilar, o'rmonzorlar, yeshilzorliqlar barpo qilib, insonlar va hayvonot qatorliq jonliqlarning yashash muhitini yaxshilaydim. Avtobus, poyez, metro qatorliqlarni bekorlik qilatdim. Bankalarda o'simsiz qarz pul yo'l qo'yatdim. Demokratik usulda ko'p partiya tang mavjud bo'lgan kuchli parlament qurib chiqatdim. Qo'shni davlatlar bilan va boshqa ellar bilan eng yaxshi diplomatik munosabat o'rnatib, xalqaro savdoni jonlantirdim. Bütün xalqning kuchi va aql farosatidan eng yuksak darajada foydalanib, vatanimizni eng boy, taraqqiy qilgan, eng ilg'or madaniyatlik, go'zal davlat qilib qurib chiqatdim. Bugungi programmamiz mushiyada oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, aziz qarindoshlarim.